Saturn navbatdagi g'alabasidan olgan gonorarni aziz insoni, ya'ni otasiga topshirdi. Bu nafaqat farzandlik burchi, balki minnatdorchilik va hurmat belgisi hamdir. Har bir inson shunday faxrli onlarni boshidan kechirishni barchaga nasib etsin. Qadrli do'stlar, videoni tomosha qiling va albatta like bosishni aslo unutmang. Assalomu alaykum jigarlar, xudo xolasa menga Toshkentdan g'alabalar bilan uyga kelib oldik. Yana super eslaringizmi? Xudo xolasa alhamdulillah. Alloh qanchalar yutuqlar berdi. Bariga sababchi meni qirolim otam, jannatim onam duolari, akajonimni uzoqlardan bo'lib turgan o'sha gap. Xullas kalom dadam oldiga kelman. Dadajon, rahmat, boringizga shukr. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bir vaqtlar bizlar uchun belizda quvvat esib ketgan. Mana bu shunchaki bu kichkina sovg'a, shunchaki eng katta sovg'a oldi yo'qda. Eng katta. Bizlar uchun to'g'ridan aytaman. Katta bu juda ana bo'lgan. Sal o'pkam to'lib ketyapti. Men topgan tutganimda uyga olib kelishga harakat qilaman. Otam men uchun ko'p ish qilgan, ba'zida xatoliklar qilganman. Kechiring dada. Men shuni kam ko'p bo'lmaydi rahmat. Mana sizga gazini bosib yuraver. Ana endi men topaman, siz ishlataman. Bir vaqtlar otam topgandi, men ishlatgandim. Martaba bundan ham ulug' bo'lsin. Nima qilib o'sha niyatingga erishdim bolajonim. Nima sani uchun men o'zim o'laman. Sani uchun nima qilsam qilaman. Doim oganing oltin bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin, yo'llaring beravon bo'lsin. Alloh. Nima niyat qilmasang o'sha niyat. Gazini bosamiz. Bo'ladi. Mana bu bizdan uy bo'ladi. Bemalol ko'rsatib. Yani shu xudo xolasa o'sha gap, bu yoqda xudo xolasa inshaalloh qasr qilamiz. Faqat mehnat yurtni bayroq elga qo'yamiz. Hammaga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Saturn faqat urush janjalda emas, sportda emas, harbiy yo'nalishda ham qobiliyati borligini sizlarga ko'rsataman. Voy maşallah. Şu telefona bitta reklama qilib ketmadingiz-da, aka. Saturn urushga jo'natilgan. Odam samolyot.